Oydu bag'lasizlar, men yana o'sha Steve Minecraft obunachilab, men YouTube'da yo'qolib qoldim. Mana yana qaytib oldim. Bugun biza Guldan epic narsalar yozganamiz. Yonimizda gul bor ekan, voh, mana epic narsalar. Va mana trident va shunaqa narsalar berdi. TNT va trident yaxshi ekan. Qaytib keladimi? Ha, qaytib keladigan ekan. Suvda uchadigan ekan, yo menimcha. Ana steak bilan oltin blok. Keyin o'q yana. Gullar ko'p ekanlik oldimda. Regeneratsiya. Regeneratsiya. Mana gullar ko'pligini oltin olma berar ekan, oltin olma. Oxirida ko'rasizlar, biz vardani yutamiz, uni qanaqa yutishimizni olib ko'rasizlar, ko'rib kulib bo'lib qolasizlar javob. Va yaxshi kirko va netherite va mana kirko kirko ekanligi rostdan. Ko'pga yig'sa bo'ladi men bilan. TNTlar yana steaklar. Nechinchi daraja ularga bitamiz. Normal. 9 bo'ldimi? 10 ga yetib bormadi. Yaxshi. Ya'ni XP ko'rilsa yana endi nechinchi daraja bo'lar ekanmiz. Taxminan 15. 15 bo'ldik. Yaxshi. Bu yana bittasini olamiz. Oltin olma, netherite, yana nima bu? Men do'rni ko'rilichi. Ha, ko'ra. Bu ana sekin qulash. Bo'ladi. To'g'ri, shunaqa effekt bo'lsa kerak, menimcha. Qaranglar, qo'shni ana bo'lsin. Mana bitta sekin tushamiz. Va gullarni tezroq qilishim, gullarni sindirib, vardini yo'q qilishimiz kerak. Mana kirka, XP, oltin. Qani bir xilmi? To'xtaylik. Ha, bir xil ekan. Olaveramiz bittasini. Bittasini olaveramiz. Yo, to'xtaylik. Mana bular kerak qolishi mumkin. Bu hammasi kerak bizga. Kerak narsa yo'q o'zi. Oxirida kerak narsasini baribir olib olishimiz kerak. Qani 3 ta bo'larmikan? Sinab ko'raylikchi. Bo'larmikan? Ismas ekan. To'xtalichi ko'lda ishlamas balki. Daryoda ishlar, okeanda. Yo, ishlamas ekan. Ketdik. Ishlamas ekan. Nechta o'ldirar ekan mollar? Ha, 2 ta o'ldirar ekan. Lekin yaxshi-mi? Gullar bor ekan men bitta ham. Qilich kerak. Oltin sabzi, temir blok. Kirka. Lopatka va ana damlamalar har xil, kitob javonlari. Netherite, arbaletlar. Yana nima? Vashqa olaveraylik, keyin ko'ramiz oxirida. Oxirlardaga dedi. Unchalik omadsizlik ketadi. Brani tushmayapti, brani tushmasa qiyinroq bo'ladi. Olmos. Agar survival qilayotganda bu juda zarar bo'lardi. Epic narsa bo'lmaganda. Endi olamiz bitta. Mazza. XP yana. Izumrudni blok, obsidian. Ana brani chiqdi. To'tilni murod. Zombi bo'ljas ko'rmayapti. Qani o'zi? Ana. Nima urilmayapti bu? Qo'hat. Obunachilar o'zinglar tushuninglar. Urib bo'lmayapti hozir. Darashga otdim endi. Sen yaramas tridentda qoqishtiram. Trident urmayapti, tushunmisan? Bo'ldi yaxshi. Zombini qilayotgan bo'lsam, ana qanday qilar ekanman, ha? Vardini qanaqa qilib o'ldiraman? Yaxshi lopatkamiz ham bor.
Tatimlarni qaranglar, joyim bo'shatib, keyin tatimlarni olaman. Lopatka bilan ozgina yer qazib olamiz-da, o'sha yerga otamiz. Musorlar uchun musorxona quramiz. Olmadan kerak emas. Oltinli blok kerak qolishi mumkin. Kerak emas hamda. Steyklar вообще kerak emas. Kirklar ham kerak emas, o'zimda bor. Damlar ham uncha kerak emas lekin mayli tursinchi. Inchang. Bular ham kerak emas, nima kerak bor menga. Oltin olmani ham mayli otiraveramiz. Kerak emas, lopatka ham qilich kerak. O'zim qilich kuchli ekan lekin. Otiraveramiz. Hammasini bitta otirish kerak. Chunki hammasi kerak emas bizga, obunachilar. Bizga kerak narsani topilyapti-yu. Birini full qo'ysam, oltin olmadan ko'p chiqsa bo'ldi. Tatimlar ham yaxshi. Yaxshi tatimlar oldik. Yana sindiraveramiz. Va yana damlamalar. TNT, XP, Firework. Editor bermasa bir tiyinda biri. Ana brani yana. Chestplate. Yaxshi. Yana temple bor. Yaxshi steyklar kerak emas. Obunachilar yemasayu bular. Hech narsalar bilan oxirida yomon qiziq bo'ladi. Gullarni ko'pligini ham maza qilamiz. Olovga qasamlarmi? Yana musorga tashladi, ozgina salat. Mana damlamalar ham kerak emas. Damlamalar ham kerak emas. Tezroq olsak bo'ldi obunachilar. Arbalet to'g'rimiz kamon bermayapti. Dorilik damlamalar kerak emas. TNT bir stak qolsinchi. Arbalet kerak. Oddiy shu ekan. No effect. To'xtay qilich bilan sindiramiz gullar. Omadli ekan. Netherite quymasdi, bizga kerak emas. XP anonimli. Netherite totem. Totem bilan gullar oladi. Yaxay. İşton. İkisi işton gidelim. Buraya işton gerek. Ana. Bitti yine ayak giyim gerek bize indi. Bir tane ayak giyim gerek. Ketmoqni olaylik için nima bo'larkan? Turib qilmas kerak emas. Ana arbalet yo'q. To'xtali. Mayli. Yaxshi, oyoq kiyimim tushdi. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar obunachilar, iltimos. Tushundinglarmi? Obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Makmaklab qo'yaman. Ko'mantda ham gullar bor ekan. Obuna bo'lsanglar bo'ldi. To'xtanglar, temir kerak bo'ladi. O'zi boshlasak ham bo'ladi. Bizga ozgina daraxt kerak yashashimiz uchun. Afsiya, mayli. Yasab olishimiz kerak tezroq. Bitta versiyaga solamiz. Va paqqar yasaymiz. Nima uchun kerakligini keyin ko'rasizlar.
O'zman Vardinni shu yerda spawn qilaman, keyin o'sha uraman. Chunki uni topguncha 2 soatdan so'ng ketadi. Sizlarni vaqtinglarni olish xohlayman. To'xtanglar, birinchi zombilar xalaqit bermasligi uchun biz uxlab olishimiz kerak. Hozir. Ha bo'ldi. Men bitta o'zgan blok qo'yamiz. O'ylanda qolamiz. Bedrock animatsiyasi Vardan chiroyli Javadan uxlash animatsiyasi. Vardan spawn qilamiz, lekin o'ylab qo'yishim mumkin Vardan kuchli chunki. To'xtanglar, mana Vardan spawn egg. Totem ishlaymiz-da. Lopat ko'tarib kimga kelyapsan? Men bitta yoyvorardim, lekin bitta tog'a bilan ushlaydim. Bu kuchli ekan-ku. Qani qilchim olmayapti. Nima ekan ko'taryapti? Olmayapti. Voy, olmay bo'lyapti. Ay, tadida bo'ldi shunisi. Qo'ldan chirapishdim. Qoch. Va, to'xtanglar, revanch bo'ladi. Tirs, ana vardi deb oldim. Ko'rdinglarmi? Hammasi yo'q ketgan bo'lsa ham bitta faqir bilan masalasini hal qilib qo'ydim. Vardin tog'a sizga emas. To'xta, qanday obuna bo'lishingiz